Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Assalomu alaykum. Sulh buzildi. Eron Hormuzdagi kemaga, AQSh esa Eronga zarba berdi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Amerika harbiylari Singapur bayrog'i ostida Hormuz bo'g'ozi orqali suzib ketayotgan savdo kemasiga Tehron tomonidan uyushtirilgan hujumga javoban Eronga zarbalar berdi. Bu haqda AQSh qurolli qo'mondonligi markazi xabar berdi. Xabarda aytilishicha, zarbalar Eron raketalar va dronlar saqlanadigan joylarga, shuningdek, sohil bo'yi radarlarga berilgan. Eron kuchlarining tijoriy kemachiligiga qarshi asossiz agressiyasi o't ochishni to'xtatish rejimini ochiqdan ochiq buzdi. Bundan tashqari, Eronning xavfli xatti-harakatlari kemachilik erkinligiga putur yetkazdi va holanki savdo-sotiq tobora ko'proq ushbu hayotiy muhim xalqaro savdo yo'lagi orqali amalga oshirilmoqda, deyiladi Amerika qo'mondonligi bayonotida. Axios muxbiri Barak Ravid amerikalik mulozimga tayanib, AQSh Hormuz bo'g'ozi hududida zarbalar berilayotganini xabar qildi. 26-iyun kuni oqshomida AQSh prezidenti Donald Tramp Eron Hormuz bo'g'ozi orqali o'tayotgan kemalarga kamida 4 ta dron uchirilganini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, dronlardan biri katta va juda qimmat yuk kemasining yuqori palubasiga borib urilgan. Kema shikastlangan, biroq o'z yo'lida davom etgan. Biz yana 3 ta dronni urib tushirdik. Bu o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuvimizning ochiqchasiga va ahmoqona buzilishidir, deydi AQSh prezidenti. Bu AQSh va Eron o'rtasidagi 18-iyun kuni 60 kun davomida barcha frontlarda harbiy harakatlarni to'xtatish va urushni butunlay tugatish bo'yicha muzokaralarni boshlashni nazarda tutuvchi o'zaro anglashuv memorandumi imzolangandan keyin Hormuz bo'g'ozida kemaga qilingan birinchi ma'lum hujum bo'ldi. Pentagon Yaqin Sharqda harbiy harakatlar sodir bo'lgan taqdirda Erondan kelib chiqadigan zararni kamaytirish uchun Saudiya Arabistoni va Kuvaytdagi harbiy bazalarni ko'chirishni ko'rib chiqmoqda. Bu haqda VCJ manbalariga tayanib xabar berdi. Nashrning ta'kidlashicha, 28 fevral kuni AQShning Eronga qarshi harbiy operatsiyasi boshlangandan beri javob zarbalari Yaqin Sharqdagi taxminan 20 ta Amerika harbiy bazalariga zarar yetkazgan. Eron raketalari yetib borishi mumkin bo'lgan hududda harbiy bazalarning mavjudligi AQSh harbiylarini mintaqadagi mavjudligi strategiyasini qayta ko'rib chiqishga undamoqda. Isroil, Saudiya Arabistoni va Kuvaytdan ayrim harbiy bazalarni qisman ko'chirish bo'yicha mamlakatlardan biri sifatida ko'rib chiqilmoqda. AQSh qo'mondonligi shuningdek mintaqada potensial harbiy harakatlar sodir bo'lgan taqdirda ularning zaifligini kamaytirish uchun Yaqin Sharqdagi harbiy obyektlarni yanada tarqatish variantlarini o'rganmoqda. Yangi kitobda aytilishicha, Tramp G'azodagi o't ochishni to'xtatish bo'yicha muzokaralar chog'ida Netanyahuni keskin tanqid qilgan. Jurnalistlar Maggie Haberman va Jonathan Swanning yangi kitobiga ko'ra, AQSh prezidenti Donald Tramp 2025-yildagi telefon suhbati davomida Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahuga nisbatan keskin fikrlar bildirgan. Hokimiyat almashuvi Donald Trampning imperiyaviy prezidentligi ichida kitobida qayd etilishicha, suhbatda G'azoda o't ochishni to'xtatish bo'yicha muzokaralar davrida bo'lib o'tgan. Mualliflarning ta'kidlashicha, Tramp Netanyahuga shunday degan: "Bibi, hamma sendan charchagan. Barcha yahudiylar sendan charchagan. Hatto bu suhbatda ishtirok etayotgan 2 yahudiy ham sendan charchagan." Nashrda keltirishicha, mazkur muloqot 2025-yil sentyabrda BMT bosh assambleyasi vaqtida bo'lib o'tgan. O'sha paytda Tramp G'azodagi urushni to'xtatish va hududni tiklash bo'yicha 20 banddan iborat rejani ilgari surgan. Mualliflarning yozishicha, Tramp Netanyahuga Vashington taklif qilgan o't ochishni to'xtatish kelishuvini rad etolmasligini ham aytgan. Kitobda yana Trampning avvalroq Netanyahuni firibgar deb atagani haqida ham so'z boradi. Shuningdek, u Isroil bosh vaziriga munosabatiga qaramay, o'zini Isroilning eng yaxshi do'sti deb ta'riflagani qayd etilgan. Mualliflarning ta'kidlashicha, kitobda keltirilgan bu da'volar na Tramp, na Oq uy, na Netanyahu va na Isroil bosh vaziri devon tomonidan rasman tasdiqlangan.